إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه فصلوات الله وسلامه عليه على من أرسله الله رحمة للعالمين الله سبحانه وتعالى Rabbil alaminga beadad maqtovlar hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli mana shu masjidga qadam qo'yib tashrif buyurib juma namozini ado qilishlik uchun kelgan mo'min musulmon aka-ukalar Alloh taolo hammalarimizni bosib kelgan qadamlarimizga savoblar yozsin. Elimizde, yurtimizda bo'layotgan vabolarni, balolarni, kasalliklarni Alloh taolo o'zi uzoq qilsin. Bugun ulug' Sayyidul Ayyom hafta kunlarining eng afzali mo'min musulmonlar masjidlarga yig'ilib, jamlanib duo qiladigan ruku, sajda, ibodat, tilovat, jamoat bo'lib juma o'qiydigan aziz kun. Alloh subhanahu va taolo mana bu juma namozlarini tavfiq, hidoyat bilan yaxshi o'tkazib olishligiga o'zi yo'l bersin. Bugungi mavzuyimiz inshaalloh Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni hayotlaridan ba'zi bir ko'rinishlar, ba'zi bir Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni insonlar bilan qilib o'tgan, ko'rsatgan muomalalari, xulq, odob, axloqlari. Alloh taolo Qur'oni Karimda auzu billahi minash shaytonir rojim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Dar haqiqat ey mo'min musulmonlar, sizlar uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotida eng go'zal ibratlar, namunalar, o'rganishlik kerak bo'lgan narsalarning hammasi Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hayotidadir degan oyat karimani tushiryapti. Muhammadur Rasululloh vallazina ma'ahu ashiddau alal kuffari ruhamau baynahum. Muhammad Alloh taoloning rasuli, Alloh taoloning elchisi deb Alloh taolo oyat karimada Muhammadun Rasululloh degan so'zni qo'shib tushiryapti. Qur'oni Karimni o'qigan inson ma'nolarini agar yoki tarjimasini o'rganmoqchi bo'lib kitobni ochib o'qigan bo'lsa, biror bir o'rinda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ismi yolg'iz zikr qilinmagan. Har safar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zikr qilinadigan bo'lsa, Alloh taoloning elchisi yoki oldinda yoki ortida qo'shimchasi bilan keladi. Boshqa payg'ambarlarda Alloh taolo va qulna ya Adam, ey Odam dedi. Ya Zakariya, ey Zakariya, ya Musa, ey Musa deb hammasini to'g'ridan to'g'ri Alloh taolo murojaat qilgan. Garchi payg'ambarlarni obro' e'tiborlari odamlarni obro' e'tiboridan baland bo'lsa ham, ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolo va ma Muhammadun illa rasulun bir oyat karimada Muhammad faqatgina payg'ambar yoki boshqa oyat karimada Muhammadur Rasululloh, Muhammad Rasulullohdir sallallohu alayhi va sallam. Va yana boshqa joylarda ham Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni obro' e'tiborini Qur'oni Karimda bayon qilyapti. Va rafa'na laka zikrak. Ey Muhammad alayhissalom, biz sizni ismingizni juda ham ulug', oliy darajalarga ko'tarib qo'ydik deyapti. Inna shaniyaka huval abtar. Qaysi inson sizni obro'ingiz bilan o'ynashsa, uni o'zini dimiqir qilgandir deyapti Alloh taolo Qur'oni Karimda. Bir necha oyatlar hammasida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning obro'si haqida Alloh taolo marhamat qildi. 124 ming payg'ambar yuborilgan bo'lsa, ana o'sha payg'ambarlarning ichida 25 tasini ismini Alloh taolo Qur'onda zikr qildi. Lekin hammasini ham qissalarini bo'lib o'tgan voqealarni aytmadi. Musa alayhissalomni va Ibrohim alayhissalomni tarixini, qissasini Alloh taolo ko'proq zikr qildi. Va mana shu payg'ambarlarning ichida ulul azm deb Alloh taolo 5 ta payg'ambarni tanlab oldi. Va aytdiki,
Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ulul azm ularga ko'p sinov kelgan hamda ularni qadri baland bo'lgan payg'ambarlar kabi sabr qiling. Musa va Isa mana shularni qatorida ikkitasini Alloh taolo Xalilulloh dedi. Alloh taolaning xalili eng yaqin do'sti. Eng yaqin do'sti dedi. Va mana shularni so'nggisini Alloh subhanahu va taolo siz bilan menga payg'ambar qilib yuborgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamni eng buyuk inson deb Alloh subhanahu va taolo tanladi. Shuning uchun ulamolarimiz aytishadiki, va hazzuna minal anbiya'i Muhammadun sallallohu alayhi va sallama kama nahnu hazzuhu minal al-umami. Payg'ambarlardan bo'lgan bizning nasibamiz katta bo'ldi. Bu Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'ldi. Ummatlardan esa biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'ldik degan ulamolarning so'zi bor. Bu sharaf birodarlar. Rasulullohga ummat bo'lishlik sharaf. Payg'ambaring kim desa, meni payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallam deyishlik sharaf bo'ladi. Nahnul akhirunal avvalun. Biz dunyoda o'tgan insonlarni so'nggisi va oxirgisi sizlar dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Shu dunyoda yashab jatgan ellerden eng oxirgi yashay turgani sizlar bo'lasizlar. Qiyomatga borganda jannatga birinchi bo'lib kiradigan sizlar bo'lasizlar dedilar. Dunyoda oxir yashayapmiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ana va yawmul qiyamati kahatan. Men hamda qiyomat mana bu ikkalasi misoli kabi. Biz qiyomatni alomatimiz, qarang yaqinligini orasini. Mana shunday qiyomat men bilan birga tug'ildi. Men bilan birgalikda qiyomat yaqin bo'ldi dedilar. Ya'ni ummatlarning oxiri. Bizdan keyin payg'ambar yo'q. Xotaman nabiyyin, payg'ambarlarning so'nggisi, xotimasi va oxirgisi biz ham ummatlarning oxirgisimiz. Lekin birodarlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oxirgi bo'lib yubordilar. Ammo obro e'tiborida eng ulug', eng buyuk maqomni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo berdi. Har safar azon aytilganda siz bilan men duo qilamizki, va ba'sullohumma maqaman mahmudan allazi wa'adta. Azondan so'ng aytiladigan duo, ey Robbimiz, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qiyomat kunida eng oliy maqomga ko'targin deb biz har safar duo qilyapmiz. Har safar namoz o'qiganimizda at-tahiyyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat deb aytganimizdan so'ng ikkinchi bo'lagida Allohumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammad. Ey Robbimiz, payg'ambarimizga va payg'ambarimizning ahli oilalariga, oli Muhammad degani payg'ambarimizning avlodlariga o'zingning salovat salomlaring bo'lsin deb har namozda aytamiz. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Albatta Alloh subhanahu va taolo hamda Alloh taoloning farishtalari payg'ambarga salovat aytadi. Ey iymon keltirganlar deyapti. Alloh taolo siz bilan menga xitob qilib, ey iymon keltirganlar, sallu alayhi, payg'ambaringga salom aytinglar, salovatni aytinglar. Va sallimu taslima, arab tilida takror kelishligi, tavkid kelishligi ana o'sha ishni muhim hamda zarurligini bildiradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytibdilarki, man salla alayya salatan sallallohu biha ashran. Ummatimning ichida agar menga birortasi salovat aytadigan bo'lsa, Allohumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammadin sallallohu alayhi ya Rasululloh, Allohumma salli va sallim, bir necha ko'rinishlari. Ummatimning ichida menga birortasi salovat yuboradigan bo'lsa, Alloh taolo bu mana shu insonga 10 barobar qilib salovatni qaytarib duolar bilan yo'llaydi dedilar.
Bir sahoba kelib aytdi: "Ey Alloh taolaning elchisi, men duolarimni 3ga bo'lsam, 3dan 1 qismiga sizga salovat aytsam, 3dan 2 qismiga o'zim boshqa duolarimni qiladigan bo'lsam, qanday bo'ladi?" dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi bo'ladi dedilar. Ey Alloh taolaning elchisi, duolarimni o'zimga kerak bo'lib so'ray turgan narsalarimni yarmini o'zimga qilsam, qolgan yarmini sizga salovat aytishlik bilan o'tkazib yuborsam qanday bo'ladi dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ham yaxshi dedilar. Boyagi inson aytdiki: "Ey Alloh taolaning elchisi, men salovat aytmoqchi bo'lsam, duo qilmoqchi bo'lsam, 3dan 1ni o'zimga qilaynu, qolgan hammasini salovat bilan o'tkazayin" deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mayli dedilar. Qo'lingni ochib duo qilsang, Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad deb duo qil, og'risang ham, tuzalsang ham, qarz bo'lsang ham, kambag'al bo'lsang ham degan so'z. Lekin uni so'rama. Sen faqatgina payg'ambarga salovat aytib ketaver degan ma'noni aytdilar. Shunda boyagi kishi aytdiki: "Ey Alloh taolaning elchisi, ya Rasulullohi aj'alu duai kulluha." Men duolarimni hammasini sizga salovat aytishlik bilan o'tkazaman. Boshqa duo qilmayman dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Izan tukfa hammuk va yughfaru zambuk." Boshqa bir rivoyatda va yuqda daynuk. Agar sen shunday qilib duo qiladigan bo'lsang, g'am tashvishdan qutulasan dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishlik insonni g'am tashvishini yengillatishiga sababchi bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga duo qilishlik, salovat yuborishlik ana o'sha insonni gunohlarini kechirishiga sababchi bo'ladi hozirgi hadisga ko'ra. Va yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishlik o'sha insonni qarzdor bo'ladigan bo'lsa, qarzlardan qutulib ketishligiga sababchi bo'lar ekan. Bizda hurmatli jamoat, qo'polroq qilib aytilsa ham-da, bu hali payg'ambarga ummat bo'lganini his qilmayotgan odamlar bor. Musulmonchiligini unutib qo'yay degan odamlar bor. Qiyomatga borganingizda qaysi inson sizga payg'ambar edi, qaysi darajadagi obro'li insonni ummati ekanligingizni tushunganingizda, ammo ummatlik qila olmaganingizni bilsangiz, juda qattiq g'am qayg'u afsusga tushasiz. Biz birodarlar his qilaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning eng katta imomi va jannatga birinchi kiradigan, shafoatchi bo'lib turib beradigan, qiyomat kunida siz bilan menga yordam beradigan inson ekanligini biz his qilaylik. Biz shu narsani his qilmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, Umar keldi roziyallohu anhu. Ey Alloh taolaning elchisi dedi. Men sizni juda yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Ota-onamdan ko'ra sizni ko'proq yaxshi ko'raman. Farzandlarimdan ko'ra ham sizni muqaddim oldinga qo'yaman. Mol-mulkimni ham, ammo o'zimdan ko'ra ko'p yaxshi ko'rmayman dedi. Umar ibn al-Xattob, shayton agar yursa, Umar yurib ketayotgan bo'lsa, qochib ketadigan inson mana shu so'zni aytdi. Ey Allohning elchisi dedi. Men hamma narsamni sizga berdim-u, o'z nafsimdan ko'ra sizni taqdim qila olmadim deganda, Umar, hali seni iymoning to'liq bo'lmabdi dedilar. Hali seni iymoning to'liq bo'lmabdi dedilar. Al-ana ya Rasululloh. Ey Alloh taolaning elchisi, mana endi men tushundim. Endi men sizni o'zimdan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'rdim deganda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam al-ana ya Umar. Mana endi seni iymoning to'liq bo'ldi ey Umar dedilar. Shuning uchun birodarlar, tilimizda, WhatsApp'imizdagi statutumizda yana qaysidir yerda payg'ambarimizga hurmat, ehtirom ko'rsatishdan avval siz bilan men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sunnatini hurmat qilaylik va hayotimizga tatbiq qilaylik. Kimdir qaysidir o'rinda avval yo hozir yo keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yomonlik qilmoqchi bo'lsa, hech qachon yomonlik qila olmaydi. Inna kafaynakal mustahzi'in. Ey Muhammad alayhissalom, sizni ustingizdan kuladiganlarga biz o'zimiz kifoya qilib qo'ydik dedi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Ulamolarimiz chiroyli so'z aytishadi.
payg'ambarni ustidan kulmoqchi bo'ldi birov. Uni misoli osmonda nurini sochib turgan quyoshga tuflamoqchi bo'lgan insonga o'xshatiladi. Osmonda nurini sochib turgan quyoshga agar bir inson tuflaydigan bo'lsa 5, 10, 20 santimetr tepaga ko'tariladi. O'zini boshiga qaytib tushadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hassan ibn Sabit, Ahmad Shawqiy aytibdilar she'rda: Ajmalu minka lam taraqattu aynu va ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aybin va ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizdan go'zalini hali insonni ko'zi ko'rmadi. Ajmalu minka lam taraqattu aynu degani ey Muhammad alayhissalom, sizdan go'zalroq insonni hali insonlarning ko'zi ko'rmadi dedi. Va ahsanu minka lam talidin nisa'u, sizdan afzalini ayollar hali tug'madi dedi. Tug'maydi ham. Xuliqta mubarra'an min kulli aybin, biror bir kamchiliksiz dunyoga keldingiz. Va ka'annaka qad xuliqta kama tasha'u, eng keraklik va o'zingiz xohlaganday dunyoga keldingiz deyapti. Do'stlaridan avval Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni dushmanlaridan so'rang, qanday go'zal muomala qilgan. Yahudiy bo'lgan qo'shnisidan so'rang, kasallikda yotgan, qiylangan odamdan so'rang, yaqinlaridan so'rang, ahli oilasidan, birga yashayotgan ayollaridan, farzandlaridan, sahobalaridan, eng yaqin odamlaridan, eng uzoq odamlaridan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qanday edi deb so'rang. Agar qalbida misqol zarrasicha adolat bo'ladigan bo'lsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kimligini hammasi aytib beradi. Odamlar o'zlari bu kompyuterni o'ylab topib, qilgan odamlarning ishlarini u yerga kirgizib, kompyuterga buyruq berib, biz bilmaymiz ekan. Sen bizga chiqarib berchi, qaysi inson eng buyuk desa, Muhammad degan yozuv chiqyapti kompyuterda ham. Ana shu inson, hurmatli mo'min musulmonlar, siz bilan bizni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rishlik, u kishini sunnatlariga ergashishlik bilan, kichik sunnat bo'lsa ham, sizni nazdingizda u kichik bo'lsa ham, ana o'sha sunnatni bajarishlik bilan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rishlik, muhabbati sunnatiga ergashishlik bilan bo'ladi. Bid'atidan qaytishlik bilan bo'ladi. Qaysidir o'rinda mana unday qilishligi noto'g'ri edi deb turib, keyin o'zimiz yana sunnatga qarshi ishlarni qilib ketaversak, bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bizni qalbimizdagi bo'lgan muhabbatiga dalolat qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga tavfiq hidoyat bersin. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Valhamdulillahi robbil alamin.